Hammaga salom, sizlar bilan Dodoxon Entertainment va sizlarga entertainmentdagi yangiliklar haqida aytmoqchiman. Agar bilsangiz, bizning entertainmentimizda yangi guruh debut qildi va u guruhning nomi Lumeri deb ataladi va bizda yana bir yangiliklar borki, bizning entertainmentimiz jurnalisti endi bizga jurnalistlik qila olmasligi haqida aytdi. Shuningdek, biz jurnalist uchun kasting ham e'lon qilamiz va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Oldingi entertainmentimizdagi aktivlar juda ham yaxshi edi, lekin hozirda aktiv juda ham tushib ketgan, chunki memberlar endi aktiv bo'lishmayapti. Iltimos sizlardan aktiv bo'lishingizni so'rab qolaman va Dodoxon Entertainment yaqinda juda ham yaxshilab comeback qiladi va yana oldingidek battlelarni o'tkazamiz. Sizlar bilan Dodoxon Entertainment. Hammaga xayr.